Torakal yoki ko'krak qafasi jarrohligi xirurgiyaning noyob va murakkab yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda har bir operatsiya hayot uchun kurash, har bir qaror esa inson taqdiridir. Ko'krak qafasi a'zolari kasalliklari og'ir kechadi. Davolash katta tajriba va yuqori texnologiyalarni talab qiladi. Shuning uchun ham bu sohadagi mutaxassislar juda ham kam. Toshkent davlat universiteti torak-abdominal jarrohlik bo'limida asrlik ilmiy maktab an'analari zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan. Bo'limda yuqori texnologik rekonstruktiv operatsiyalar, ko'p bosqichli murakkab amaliyotlar va og'ir asoratlangan bemorlarni davolash muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Zamonaviy texnologiya, asrlik tajriba inson hayoti uchun xizmatda.